Yunusobod 8-kvartal Shohsaroy Novostroykamiz. 2 xona, 56 kvadrat, 3-qavat. Bu yerda prixoshkamiz, stroyinli mebellari bor. Prixoshkadan kirishimiz bilan chap qo'lda birinchi spalniyimiz keladi. Duspalni kravat, 2 tumbuchka, katta garderobni shkaf. Devorlari obboy qilingan, attachment effektini beradigan. Bu yerda katta zalimiz bo'lyapti. Zalda 2 oyna bor. Bu tomonda навесной balkonimiz ham bor. Навесной balkonimiz 1.30 ga 3 metr. Bu yoqda kuxnyamiz. Kuxnyamizda stroyinli mebel, gazovый plita, холодильник bor. Hop, uyimizda teplый pol qilingan, mana kollektorlari. Razdельный sanuzel. Razdельный sanuzelimiz bu yoqda hojatxona, qo'shimchasiga boiler ham qo'yilgan, suv isitishga. Bu yerda mana vannaxona, vanna qo'yilgan, rakvina, kir yuvadigan mashina, полотенцесушитель. 2 xona, 56 kvadrat, 3-etaj, 11 etajli dom. Bu yerda bitta konditsionerimiz ham bor.